Termiz shahrida kurash bo'yicha O'zbekiston Kubogiga saralash bellashuvlari bo'lib o'tdi. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tashkil etilgan musobaqada viloyatimizning shahar va tumanlaridan saralangan sportchi o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Murosasiz bahslarga boy tarzda o'tgan musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Yurtimiz azaldan kuragi yerga tegmagan pahlavon kurashchilari bilan dunyoga mashhur. Hozirda ham ularning davomchilari kurashning sir asrorlarini o'rganib, yuqori marralarni zabt etmoqdalar. Yosh, umidli sportchilarni qo'llab-quvvatlashda sohaga aloqador tashkilotlarning hamkorlikdagi ishlari muhim sanalmoqda. Surxondaryoda hozirgi vaqtda kurash bilan shug'ullanuvchilar soni 5000 nafarga yetgan. Ularning mahoratlarini oshirish maqsadida vohaning shahar va tumanlarida musobaqalarga keng o'rin berilyapti. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tashkil etilgan musobaqada vohaning shahar va tumanlaridan saralangan 300 nafarga yaqin 15 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'zlarining jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida o'tkazilgan bellashuvda kurashchilarning chiqishlarini malakali hakamlar jamoasi baholab borishdi. 2010-2011 yilda tug'ilgan o'g'il-qiz bolalar o'rtasida O'zbekiston Kubogiga saralash bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqamizda barcha vazn toifalarida jami 300 ga yaqin o'g'il-qizlar ishtirok etyapti. Hozirgi musobaqamiz qizg'in davom etib, mana shu musobaqamiz bo'lib o'tyapti. Bu musobaqamizda g'olib sovrindor bo'lgan kurashchilar yaqinda bo'lib o'tadigan Xorazm viloyati Urganch shahrida bo'lib o'tadigan O'zbekiston Kubogiga viloyat jamoasini himoya qilish uchun yo'l oladi. Ayniqsa uchrashuvlarning final bahslari barchada katta qiziqish uyg'otdi. Kurashga tushgan polvonlar o'ziga xos uslublarni namoyish etib, raqiblari ustidan g'alaba qozonishdi. Aytish kerakki, Surxondaryo viloyatida milliy sportimizni rivojlantirish maqsadida o'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar kelgusida ham voha yoshlari orasida qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan kurashni ommalashtirib, ko'plab xalqaro musobaqa g'oliblari yetishib chiqishida munosib xizmat qiladi.